Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugungi sotuvga chiqqan joyimiz ko'rib turganlaringizdek Karat kafe yonida bo'ladi. Doğrumuzda park bo'ladi hurmatli yurtdoshlar. Mestasini umuman gap bo'lishi mumkin emas. Bir xonali joyimiz zudlik bilan sotuvga chiqdi, remontdan chiqib turibdi. Yan taraf park bo'ladi hurmatli yurtdoshlar. Yanımıza keladigan bo'lsak, yine Shumbala stadion tarafi. Şöhrümüzde 4 etajlı domumuzun 3. etajında bir xonali kvartiramız sotuvga chiqdi esa joyimizning ichki qismi bilan daha chiqamiz. Gittikcha hurmatli yurtdoshlar. Hurmatli yurtdoshlar, 3. qavatimizga yetib keldik. Ko'rib turganlaringizdek shu xonadonimiz bo'ladi. Ishlarimiz yaxshi rossiyskiy demir eshikdan bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim deb xonadonimizga kiramiz. Girganlarimiz ko'rib turganlaringizdek gilamlar tashalgan, chiroyli etib remont etib qo'ydi ekanlar. Ishlaring yaxshi, sifatli ishlardan. Bir narsani aytib o'tamiz hurmatli yurtdoshlar, shu yerimizda kuxni ko'chgan ekan. Kuxnini shunday ko'chirib, birimizni kuxni, birimiz spanni etib qo'ydilar. Hozir tushuntirib o'taman bir qator donishtirib joyimizni. Tak. Biz o'ndan boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim deb. Keng tushgan xonasi kichkina emas, hurmatli yurtdoshlar, baland ekan, baland, restoranlar qo'yilgan, toza remontdan chiqib turibdi, ishlar ham qo'yilib. Remont etib, hali remontdan hech kim girib yashama, oyoq tiyelarimize gilamlar tashalgan. Aynalarimiz hurmatli yurtdoshlar, Akfa aynadan bo'ladi, sifatli, yaxshi, original aynalar qo'yilgan, ko'rsataman. Yine Akfa ayna. Balkoni bor hurmatli yurtdoshlar. Mesta palajina dim zo'r. Narxini xudo xolasa kelishtirib ajoyib etib beriladi. Ajoyib narxda hurmatli yurtdoshlar. Bir xonali so'rab yuradingizda yine bir xonali chiqdi. Birimiz sanuzilimiz, untazlari bor, vannasi, yine kafellar qilib, ajoyib etib fonurik qo'ydilar. Remontdan chiqarib, oyoq tiylarimiz ham gilam tasak qo'ydi ekanlar. Buyoqimiz, yani aytganimizning avval kuxni bor, hozir kichkina etib, shuni aytib bir detski xona desak ham bo'ladi. O'tirib choy ichadigan xona desak ham bo'ladi. Aynalarimiz akvayna, jalyuzi perdalar qo'yilgan. Hurmatli yurtdoshlar, joyimizda umuman gap bo'lishi mumkin emas. Esa joyimizning narxini keladigan bo'lsak, joyimizning narxi 255 million so'm üstünde. 1-2 so'm xudo xolasa kelishib beriladi. 255 million deb turibdilar. Esa ekranda berilgan telefon raqamlariga telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shunday bir xonali so'rab bergan tanishib berishlariga tashakkur qo'yinglar.